Saudiya Arabistoni 2026-yilgi U23 Osiyo Kubogiga mezbonlik qiladi. Bu galgi musobaqa AFK tomonidan 7-bor tashkil etilmoqda va bugun 6-yanvar kuni start oladi. Assalomu alaykum. O'zbekiston U23 terma jamoasining Osiyo Kuboklaridagi ishtiroki va statistikasi bilan Daryo studiyasida Humoyun Oripov. 2026-yilgi U23 Osiyo Kubogi uchrashuvlari Ar-Riyod va Jidda shaharlaridagi 4 ta stadionda Shahzoda Faysal bin Fahd, Al-Shabab, Qirol Abdulla hamda Shahzoda Abdulla Al-Faysal arenalarida bo'lib o'tadi. Qit'a birinchiligi 2026-yil 6-24 kunlari davom etadi. Unda Ravshan Haydarov boshqaruvidagi O'zbekiston U21 terma jamoasi ham ishtirok etadi. Musobaqaga qur'a tashlash marosimi 2025-yil 3-oktyabr kuni Kuala Lumpur shahrida o'tkazilgan. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi birinchi savatchadan joy olgan bo'lib, qur'a natijalariga ko'ra Janubiy Koreya, Eron va Livan bilan birgalikda C guruhidan o'rin egalladi. Saralash bosqichi uchrashuvlari 2025-yil 3-9 sentyabr kunlari bo'lib o'tdi. O'zbekiston U23 terma jamoasi E guruhida Qirg'iz Respublikasi, Falastin va Shri-Lanka terma jamoalariga qarshi bahs olib bordi va 7 ochko jamg'argan holda eng yaxshi 2-o'rin egalari qatorida final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Guruh mezboni Qirg'iz Respublikasi esa to'plar nisbatiga ko'ra 7 ochko bilan birinchi o'rinni egalladi. Final bosqichida jami 16 ta terma jamoa qatnashadi. Jamoalar 4 ta guruhga bo'lingan, har bir guruhda dastlabki 2 o'rinni egallagan jamoalar chorak finalga yo'l oladi. Musobaqada 2003-yil 1-yanvardan keyin tug'ilgan futbolchilar ishtirok etish huquqiga ega. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ma'lumotiga ko'ra, 2028-yilgi Los Angeles Olimpiya o'yinlariga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida ushbu turnirda U21 terma jamoasi qatnashishi rejalashtirilgan. 2025-yil Xitoyda o'tgan U20 Osiyo Kubogida O'zbekiston yoshlar terma jamoasi chorak finalda o'z yurishini yakunlagan va jahon chempionatiga yo'llanmadan quruq qolgan edi. O'sha musobaqada Farhod Nishonov boshqaruvidagi jamoa guruh bosqichida Eron, chorak finalda esa Janubiy Koreyaga imkoniyatni boy bergan edi. Shu sababli U23 Osiyo Kubogi guruh bosqichi murakkab o'tishi kutilmoqda. Mazkur musobaqa U23 Osiyo Kubogining Olimpiya o'yinlariga bog'liq bo'lmagan so'nggi nashri hisoblanadi. 2024-yil 24-may kuni Osiyo futbol konfederatsiyasi 2028-yildan boshlab turnir faqat har 4 yilda bir marotaba yozgi Olimpiya o'yinlari oldidan o'tkazilishini rasman e'lon qilgan. U23 Osiyo Kubogi ilk bor 2013-yilda tashkil etilgan bo'lib, 2016-yildan boshlab musobaqa 2 yilda bir marotaba o'tkazila boshlandi. Hozirgacha 5 terma jamoa O'zbekiston, Yaponiya 2 marta, Janubiy Koreya, Saudiya Arabistoni va Iroq chempionlikni qo'lga kiritgan. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi ushbu turnirda muvaffaqiyatli ishtirok etib kelmoqda. Xususan, jamoa 2018-yilda Xitoy mezbonlik qilgan musobaqada chempion bo'lgan. Shuningdek, 2022-yilda O'zbekiston va 2024-yilda Qatar mezbonlik qilgan qit'a birinchiliklarida finalgacha yetib borgan. 2024-yilgi ushbu natija evaziga Timur Kapadze boshqaruvidagi jamoa tarixda ilk bor Olimpiya o'yinlariga yo'llanmani ham qo'lga kiritgan. O'zbekiston U23 terma jamoasi turnirning barcha nashrlarida qatnashib, raqiblar darvozasiga jami 56 ta gol kiritgan va musobaqa tarixidagi eng sermahsul jamoa hisoblanadi. Keyingi o'rinlarda Janubiy Koreya va Yaponiya terma jamoalari qayd etilgan 52 tadan gol. Shuningdek, O'zbekiston jamoasi 30 ta uchrashuvda 17 g'alaba, 3 durang va 10 mag'lubiyat qayd etgan. Oq bo'rilar Janubiy Koreyadan keyin U23 Osiyo Kubogida eng ko'p uchrashuv o'tkazgan jamoa sanaladi. Turnir tarixida o'zbekistonlik futbolchilar 2 bor individual mukofotlarga sazovor bo'lgan. 2018-yilgi musobaqada Odiljon Hamrobekov eng yaxshi futbolchi, 2024-yilgi turnirda esa Abduvohid Ne'matov eng yaxshi darvozabon deb topilgan. Shuningdek, 2024-yil Qatarda o'tgan qit'a birinchiligida O'zbekiston terma jamoasi Fair Play sovriniga ham munosib ko'rilgan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston U21 terma jamoasi bosh murabbiyi Ravshan Haydarov 2018-yilgi turnirda ham jamoani boshqargan va Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan. Ushbu yosh toifasidagi turnirda bugungi kunda O'zbekiston milliy terma jamoasining asosiy futbolchilari hisoblangan Eldor Shomurodov, Jaloliddin Masharipov, Jamshid Iskandarov, Igor Sergeyev, Abduqodir Husanov, Abbosbek Fayzullayev, Abduvohid Ne'matov,
Boturali Ergashev, Odiljon Hamrobekov, Hojiakbar Alijonov, Husniddin Aliqulov va Rustamjon Ashurmatov singari futbolchilar ishtirok etgan. O'zbekiston 2026-yilgi musobaqaning ilk turida Livanga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 7-yanvar kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da Shahzoda Faysal bin Faxt stadionida start oladi. Jamoa bu galgi turnirda qanday ishtirok etadi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng yaxshilari hali oldinda. Ko'rishguncha.